Assalomu alaykum hamyurtlar, bizni kuzatib turgan barcha YouTube kanallarda va Telegram kanallarimizda biz Namangan viloyati Chust tumani Gayni oldiga keldik. Zudlik bilan 8 sotiklik uy va 10 xonalik uy sirazi sotiladi. Keting, obzorini qilib beramiz. Obzorini. Gaydan kirayotganingizda mana ko'chasi bor. Kirib kelishingizda mana lokatsiyalari ham yaqin. Aziz yurtdoshlar, hozir biz mana yetib keldik. Xudo xolasa 8 sotik uchastkamiz zudlik bilan va 10 xonalik uy. Sizlar bilan hammasini obzor qilib, bir boshi ko'rsatib chiqamiz. Ketdik. Ko'rishlaring mumkin. Xohlasalar mana bu tomonga ham 2 xonalik uy solsalaring ham bo'ladi. Ketdik. Ana ichkarisi ham rosa zo'r bo'lgan bu. Narigi xonaga o'tamiz. Mana bu uylarni ham ko'rishlaring mumkin, kirib bemalol. Juda ham shinam, chiroyli va zo'r qurilgan bular hammasi. Ko'rishlaring mumkin. Bizda hammasi realniy voqea bo'ladi. Bizda hech qanaqa bir yolg'on ma'lumotlar bo'lmaydi. Hozir bu tomonda ham uyimiz bor. Bu tomonga ham ko'rishlaring mumkin. Aziz yurtdoshlar, kimga uy kerak bo'ladigan bo'lsa, bu uyimiz mehmonxona, bemalol mehmonlarni ham kutib olishlari mumkin. Bu remont qilgan ozgina kamchilik joylari bor. Kamchilik joylarni o'zlaring to'ldirib olasizlar. Bu tomonimiz mana ayvon, ko'rishlaring mumkin. Maza qilib oilaviy yozlarda maza qilib issiqlarda maza qilib o'tirasizlar. Qish kunlarida bu tomonimiz podvalimiz mana. Podvalimizni ham ko'rishlaring ham mumkin. Chiroyli,